Assalomu alaykum Shahzod. Yaxshimisiz? O'qishlar, ishlar bilan charchamayapsizmi? Assalomu alaykum Sanjar. Hormang o'qishlar bilan. Yo'q, rahmat, hammasi yaxshi. O'zingizda yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kanikullar qanaqa o'tyapti? Yaxshimi kanikullar? Yaxshi, rahmat, Xudosi. Kanikular tugashiga oz muddat qoldi. Shahzod, Yana bugun suhbat tashkillashtirishdan maqsad shu Britaniyada o'qishga qiziqadiganlar bo'lsa, tengdoshlarimiz, yoshlar bo'lsa, undan tashqari o'zingiz bilasiz, IELTSga tayyorlayman o'quvchilarni. O'quvchilarim ichida ham aynan top universitetda o'qish bo'yicha qiziqadiganlar ko'p. Shuning uchun siz bilan suhbat tashkillashtirdik. Endi ozgina o'zingizni tanishtirib o'tganingizdan keyin savollarni berib boshlasam bo'ladi. O'zingiz haqingizda qisqacha aytib o'ting, Shahzod. hop, yaxshi Sanjar. Ismim Shahzod. Yoshim 23 ta. Hop, bakalavrni Toshkent shahrida, shu O'zbekiston Milliy universitetida geografiya fakultetida tamomlaganman. Hozir magistratura bosqichida University of Glasgow universitetida, ya'ni Buyuk Britaniya davlatida o'qib kelmoqdaman. Hozir Glasgow shahrida yashab kelmoqdaman. Shahzod, shu hozirgi universitetingiz, ya'ni University of Glasgow, aniq hozirgi reyting haqida aytib o'ta olasizmi? Aynan jahonda reyting nechinchi turadi? University of Glasgow PS ranking bo'yicha 2022-yilda 73-o'rinda turgan edi. Hozir 2023-yilda, ya'ni yangi PS rankingni e'lon qilishganida va universitet 81-o'ringa tushgan. Hop, bu universitet Buyuk Britaniya bo'yicha 11-o'rinda, Shotlandiyada, ya'ni University of Glasgow Shotlandiyada joylashgan, Shotlandiya 2-o'rinli universitet hisoblanadi. Keyin, misol uchun siz bakalavrni bu yerda o'qigansiz, ya'ni O'zbekistonda, yo'nalishingiz geografiya bo'lgan. Hozirgi yo'nalishingiz magistraturada shaharsozlik, adashmasam. Shunday. Demak, yo'nalishlarni bir-biriga bog'liqligi bor, baribir. Albatta, hozir geografiya. shunday. Geografiya o'zi katta soha. Ichida, misol uchun, shaharlar geografiyasi degan tarmog'i bor. O'sha shaharsozlikka oid qismi, shu shaharlar geografiyasi, shaharsozlik bilan magistraturada chuqurroq o'rgatilyapti bu yerda. Magistraturada. Yaxshi, Shahzod, unaqada savollarga o'tamiz. Nima uchun xorijda o'qishimiz kerak? Aynan o'zingizdan kelib chiqib, aynan nima uchun xorijda o'qishni tanlagansiz? Qaysi sabablarga ko'ra? Shularni aytib bering. Yaxshi, o'zi xorijda o'qishni menimcha xohlamaydigan inson bo'lmasa kerak. Xorijga, chetga chiqishni xohlamaydigan, misol uchun birinchi navbatda yoshlar bo'lsa, albatta katta ehtimol birinchi navbatda shu o'qish uchun chiqishga harakat qiladi. Shu bizdan shunaqa qanaqadir ichki tuyg'u deydimi yoki intilish deydimi, yoshligimizdan bo'lgan. Shu yoshligimizdan Menimcha to'garagiga borgan edik, o'sha yerda bir o'qituvchimiz ko'proq ta'lim sifati ham sabab bo'ladi, chunki top universitetda o'qish, yuqori sifatli ta'lim olish ko'pchilik uchun menimcha orzu bo'lsa kerak. Aynan shunga harakat qilishadi. Albatta, shu rivojlangan davlatlarda, misol uchun oddiygina Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, o'sha dunyodagi top hamma 10 talik universitetni deyarli 10 talik o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya universitetlari band qilgan. Ya'ni shu ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar. Albatta shu top reytingda. Sayohatga nima deysiz? Sayohat asosiy sabab bo'lganmi? Misol uchun sayohat qilish. Menda shunaqa o'zimda albatta, mana bu sayohat men uchun eng katta qiziqish, hobbi sifatida qarayman. O'zim O'zbekistonda deyarli 12 ta viloyat, hamma viloyatga borib kelganman. Endi xuddi shu narsani Buyuk Britaniyada davom ettirmoqchiman. Bilasiz, Buyuk Britaniya o'zi 4 ta davlat: Angliya, Shimoliy Irlandiya, Uels va Shotlandiya. Hozir Shotlandiyadaman. Hozir shu vaqtgacha Shotlandiyada 4 ta shaharda bo'ldim.
hali bularni davom ettirish niyatidaman. Ya'ni bu sayohatga ham bir vaqtni o'zida ham o'qib, ham sayohat qilish bu juda katta tajriba bo'ladi menimcha. Xo'p, Shahzod, keyingi mavzuni ko'ramiz. O'qishga topshirishdan oldin inobatga olinish kerak bo'lgan narsalar. Bunga nima deysiz, misol uchun? Albatta, ko'pchilikda manimcha muammo bo'ladi yo'nalish tanlash. Ya'ni o'zini qiziqishini, misol uchun bakalavriat o'qiyotgan talaba yoki bakalavriatga topshirmoqchi bo'lgan oddiy talaba shu yo'nalishni tanlashga qiynaladi. Asosiy matematika, ingliz tilini o'rganadi. Iqtisodda ketsammi deydi, moliyada ketsammi deydi, yoki boshqa sohalarda ketsammi deydi. O'ziga misol uchun maslahat bergan bo'ladi. Asosiy yo'nalishni tanlab olish kerak. Misol uchun o'sha yo'nalish nima bo'lishi kerak? Kelajakda o'sha yo'nalish dolzarb bo'lib qolishi kerak. Ya'ni shu 10 yillikda, 20 yillikda o'sha kasb egasi, o'sha job как aktualniy ya'ni sanalib turishi kerak. Ya'ni o'sha ish bilan ishlamoqchi bo'lgan odam, ya'ni shaxsiy karyerasida, hayotda o'sha ishdan to'xtab qolmasligi kerak-da. Menimcha endi bakalavr uchun bu ko'proq muhimroq, sababi magistraturaga ketmoqchi bo'lganlar o'zi qisman o'zini yo'nalishini topgan bo'ladi. Menimcha bu bakalavrga topshirmoqchi bo'lgan, endi maktabni bitirib topshirmoqchi bo'lganlar uchun yo'nalishni to'g'ri tanlash muhimroq. Shunday, albatta. Endi magistratura uchun shu boyaga aytganimdek, shu yo'nalishni dolzarbligi, misol uchun o'sha chet elda ham qaysi soha, misol uchun bilamiz, hozir IT katta ehtimol top yo'nalish, moliya, MBA, biznes, shunga o'xshash sohalar. Misol uchun endi O'zbekistonga to'xtaladigan bo'lsak, endi bilmadim shaharsozlik qanchalik top, ya'ni muhim, lekin mana bu yaqindagi bo'lak o'zgarishlar, yangi shaharlar, o'sha bu kasb egalariga bo'lgan talabni ham kuchaytiradi. O'sha zamonga qarab, vaziyatga qarab yo'nalish tanlash ham kerak deb o'ylayman. Keyin yana nimani inobatga olish kerak deb o'ylaysiz, misol uchun? Hop, albatta, mana bu o'qishga topshirishda shu universitetni boyaga aytganimizdek, gaplashganimizdek reytinglari, top universitet, ya'ni shu qanchalik siz top universitetda o'qisangiz, shunga yarasha ta'lim sifati, ta'limga ega bo'lasiz birinchi navbatda. Keyin bu o'sha ta'lim bilan siz albatta ishga joylashish imkoniyatingiz yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni o'sha universitet, ya'ni misol uchun bilamiz top universitetda, top 10 talik universitetlar bilasiz, bu Ivy School, ya'ni Ivy League. Ya'ni bu universitetlarni bitirgan talabalar o'zi dunyoda top odamlar sifatida shakllanadi. Keyingisi misol uchun mana shu, ya'ni misol uchun Russell Group bor, top 50 talik universitetlar. O'shalar guruhga kirgan universitetni bitiruvchi talabalari juda ham katta ishga ega bo'lishadi. Ya'ni o'sha xalqaro firma, korporatsiyalarda xodim sifatida ishga kirish imkoniyati yuqoriroq shu top universitetni bitirgan talabalarda. Xo'p, yo'nalishni tanlashni aytib o'tdik, keyin universitet reytingi. Bundan keyin misol uchun universitet qancha scholarship berishi, ya'ni grant berishi, moliyaviy holatlar o'zingizda qanaqa bo'lgan? Misol uchun asosiy rolda shu narsa bo'lganmi? Misol uchun grantni miqdori yoki oilaviy holatingiz moliyaviy? Hop, bu ko'pchilikni o'ylantiradigan savol menimcha, shu qanchadir darajada grant yutish. Misol uchun bilamiz, Buyuk Britaniyada ta'lim juda ham qimmat. Ya'ni xuddi shunday Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqaro talabalar uchun, ya'ni o'zini talabalariga nisbatan bir necha barobar qimmat. Bu qanaqadir qimmatligi o'sha anaqaga bilamiz, baribir ham ta'limga kiritilgan investitsiya baribir qanchadir o'zini oqlaydi nechadir yildan keyin. Men ham xuddi o'shanday har xil magistratura darajasi olish uchun bilamiz, Erasmus Mundus dasturi bor. Xuddi shunday Turkiya burslari, davlatlarni dasturlariga topshirganman. Ularni University of Glasgow International Leadership Scholarship bor. Ya'ni bu xalqaro talabalarga beriladigan universitet tomonidan, ya'ni o'sha xalqaro qanaqadir ilmiy yutuqlarga, akademik yutuqlarga yoki tajribaga ega bo'lgan talabalarga beriladi. Har bitta, ya'ni o'qimoqchi, ya'ni chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabaga albatta yo'nalishdan
kelib chiqib 10dan 50dan ortiq shu xalqaro grant, scholarship yutish ehtimoliga bor. Ularning hammasiga vaqtida hujjat topshirib, uning uchun tayyorgarlik kerak bo'ladi. Xo'p, Shahzod, ovozim eshitilyaptimi? Albatta eshitilyapti. Xo'p, oilaviy holatga nima deysiz? Misol uchun, hamma ham chet elga borib, xorijga borib o'qish kerakmi yoki bu yerda qolgani ham ma'qulmi? Misol uchun O'zbekiston o'zida qolib o'qigani. Bunga qanaqa Albatta qaraysiz? bu judayam o'rinli savol berdingiz. Oilaviy sharoit deylik. Endi bilamiz, endi o'zimizda shunaqa stereotip shakllangan, boyda bolalari deylik, o'ziga to'q oila farzandlari chet elda o'qiydi deylik. Misol uchun men o'zim o'rta oiladan kelganman. Ota-onam o'qimishli, ziyoli. O'sha ota-onani xohishiga ham bog'liq. Misol uchun ota-onada qanaqa imkoniyat shu farzandini kelajagi, shu farzandi o'sha kelajakdadir imkoniyat yaratib berish kerak, iloji boricha. Agar imkoniyat bo'lmagan taqdirda o'sha hozir shunaqa qo'shimcha imkoniyat beruvchi tashkilotlar, agentliklar, jamg'armalar, stipendiyalar shularni ham yetib olish ehtimoli bor. Xo'p, Faqat shu oilaviy sharoitga bog'lanmagan bu narsa. xo'p, tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Kerakli hujjatlar. O'zingizda qanaqa bo'lganini aytib bersangiz, menimcha yetarli. Ya'ni asosiy hujjatlar qaysilar bo'lgan? Magistratura bosqichi uchun shu bakalavr diplomni, agar bakalavr diplomni 4-kursda o'qiyotgan bo'lsangiz, shu vaqtgacha o'qigan fanlaringizni shu reyting daftarchangiz kerak. Xo'p, ikkinchi so'ralgan narsa sizdan tarjimai CV. Buni professional darajada bir betga yozish kerak. Keyin yana ikkita tavsiyanoma, ya'ni recommendation letter, bittasi akademik, ya'ni o'zingizni professordan olgan bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi bu professional. Qanaqadir ish joyida ishlayotgan bo'lsangiz, shu ish beruvchi tomonidan tavsiyanoma. Yana sizdan so'raladi motivation letter, ya'ni niyat xati o'zbek tilida, nechtadir so'zlar o'sha universitet talabi bo'yicha yozishingizga to'g'ri keladi savollariga. Va qo'shimchasida qanaqadir ilmiy yutuqlar, maqolalar, qanaqadir proyekt, qanaqadir yutuqlarga erishgan bo'lsangiz, o'shalarning hammasini bitta papkaga joylab, ya'ni o'sha portfolio qilib, oxirida sizga kerak bo'ladigan narsa o'sha oddiygina pasportingiz, ya'ni qizil pasportingiz bo'ldi. Shu hujjatlar o'zi yetarli. Bitta narsani esingizdan chiqardingiz, IELTS sertifikati bo'lsa, IELTS sertifikati. Albatta o'sha. Albatta, men o'ylashim bo'yicha mana bu ingliz tilida o'qiyotgan talabalarga IELTS sertifikati bo'ladi. Katta ehtimol kerakli hujjatligini. Xo'p. O'rtacha minimum qancha bo'lishi kerak? Misol uchun, o'qishga topshirish uchun? Bilaman, Buyuk Britaniyada bakalavr darajasini o'qish uchun kamida 6. Magistratura uchun 6,5 darajasi o'zi yetadi. Bu endi universitetni reytingiga qarab oshadi. Misol uchun Oxfordga Harvardlarda endi bu ko'rsatkich 7,5-8 ni tashkil qilsa, misol uchun oddiy University of Glasgow'da 6,5 IELTS darajasi yetadi. Bu yo'nalishga ham qarab, misol uchun agar siz TESO, ya'ni o'sha ingliz tili o'qituvchilik o'qimoqchi bo'lsangiz, sizda IELTS 7,5 bo'lishi kerak. Agar siz oddiy boshqa tarix, ijtimoiy fanlar shularda o'qimoqchi bo'lsangiz, IELTS 6,5 daraja ham yetadi. Shahzod, keyin bir narsaga to'xtalib o'tishingizni xohlagan bo'lardim. Aynan GPA bo'yicha GPA asosiy narsa deb o'ylaysizmi o'zingiz, misol uchun? Baholar yaxshi Xo'p, bo'lishi. man o'ylashim bo'yicha GPA ham o'zini ahamiyati bor. Bizada GPA tizimi o'zi yo'q, bizada foiz qismida, ya'ni 5likda, lekin asosiy GPA bu 4 ballik tizimda hisoblanadi. Buyuk Britaniyada bu A levelda hisoblanadi. Xo'p, bizada o'sha narsa katta talabalarda muammo bo'ladi. O'sha o'zini o'rtacha bahosini GPA ga o'zgartirish deylik. Bizada foiz ko'rsatkichi bo'yicha hisoblaganimiz to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun albatta shu yillik o'rtacha
shu vaqtgacha o'qish tugatgan bahoyizning ahamiyati bor. Nima uchun bilish kerak? O'sha universitet haqiqatda akademik salohiyati yuqoriroq bo'lgan talabalarni ya'ni afzal ko'rish ehtimolligi bor. Agar sizda ish tajriba yoki boshqa yutuqlar bo'lsa, o'sha o'rtacha to'plagan baholarıngizni ham bosib ketish ehtimoli bor. Lekin menda aytishim bo'yicha man 100%likda mani GPA'm demak 92% bo'lgan. Hmm. Manimcha o'sha GPA'm yaxshi bo'lganligi ham qanchadir darajada o'sha scholarship yutishimga Ha. yordam bergan bo'lishi Aynan mumkin. aynan ish tajriba yo'q bo'lsa, sizni baholash uchun universitet ko'proq GPA dan foydalanadi, keyin grantni ham Albatta. shunga qarab berishi mumkin. Ya'ni grant miqdori GPA ni yaxshi yomonligiga qaraydi. Shunday. Oxirgi savol aynan bu mavzu bo'yicha hujjat topshirishni qachon boshlagansiz? Aynan O'zbekistondalik paytingizda, men hozir misol uchun 4-kursman. 4-kursni o'zidayoq hujjat topshirib boshlasa bo'ladimi? Aynan reyting daftarcha bilan, ya'ni baholarimiz yoziladigan Albatta. Xuddi shu narsa menda ham o'tgan yilida shunaqa ikkilanish bo'lgan edi. Men hali bakalavr diplom olmaganman. Magistratura hujjat topshira olmayman deb. Bu narsa noto'g'ri ekan. U bemalol bakalavrda o'sha reyting daftarcha bilan xohlagan universitetingizga topshirsangiz bo'ladi. Men o'zim harakatni o'tgan yili dekabr oyida boshlaganman. Ya'ni o'sha hamma hujjatlarimni, motivation letter, recommendation letter va reference letterlarni olishni odatda hujjat topshirishni yanvar oyidan boshlaganman universitetlarga. Hozir o'zi qabul jarayoni ketyapti Buyuk Britaniya universitetlarida. Men bilaman, University of Glasgowda hozir 2-raund. Ya'ni o'sha universitetda qabul muddati raundlarga bo'lib boshlangan. Misol uchun o'zi 1-raund sentyabrdan noyabrgacha edi. O'sha muddatgacha hujjat topshirganlarning javobi yanagi yil yanvar oyida chiqadi. Hozir 2-jarayon ketmoqda. Yanvar oyidan, ya'ni dekabr oyidan yanvar oyigacha shu muddat ichida hujjat topshirganlarning javobi mart oyigacha chiqadi. Ya'ni 5ta raund, oxirgi raund iyun oyigacha, iyunda hujjat topshirganlarning javobi avgust oyida chiqadi. Maslahat bergan bo'lar edim ertaroq hujjat topshirishni. Chunki yil oxiriga borib hujjat topshirish, ya'ni ularni universitetdan javob xati olish kechikib ketish ehtimoligi bor. Grant yutish ehtimoli ham kamayadi. Shunday. Keyingi Hozir ayni qizg'in vaqtda hujjat topshirishni Aha, bo'yicha. eshitaman. Hozirgi vaqtda shu ko'pchilik universitetlarda o'zi admission timlari o'sha hujjatlarni qabul qiladigan jamoasi ishlamoqda. Ya'ni o'sha hujjatlarni ko'rib chiqish, o'qishga qabul qilish, Ha, shu masalalar bo'yicha shug'ullanishyapti. tushunarli. Xo'p. Shahzod, kerakli platformalar, aynan hujjat topshirish haqida ko'p gapirdik, lekin manimcha sizda ham aynan quyidagi platformalar yordam bergan, ya'ni YouTube, Google, Albatta. Gmail, social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar. Manimcha hozirgi kunda xohlagan ma'lumotimizni aynan shu platformalarda topsak bo'ladi. Shunday. O'zingizga qanchalik yordami tekkan bu platformalar? Boshqa platformalar, qanaqa platformalar bor, misol uchun o'qishga topshirish uchun? Qisqacha aytib o'taylik. Albatta, misol uchun har bitta boshida endi kerakli hujjatlar haqida qanaqa boyaga aytganimiz bor edi-ku. Motivation letter, recommendation letter, nimalar haqida qisqacha ma'lumotlar YouTube'dagi oddiygina videolarni ko'rib olishimiz mumkin. Umumiy ma'lumotlarni. Xo'p, keyin deylik, men bu Google orqali bizlarga kerakli bo'lgan shu universitetlarni saytini, o'sha biz tanlamoqchi bo'lgan yo'nalish haqida bemalol ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Deyarli kundalik hayotda men Google'ni juda ham ko'p ishlatamiz. To'g'ri. Keyin menda Gmail bilan asosan mana shu Gmailda biz menimcha ko'pchilik talabalar, o'sha o'quvchilar bilmaydi qanday foydalanish kerakligini. To'g'ri. Ya'ni o'sha bu universitet bilan aloqa qilmoqchi bo'lgan narsa, eng kerakli narsa Gmail. Shu Gmaildagi o'sha professionalni yurgizish, hamma ma'lumotlarni to'liq kirgizish, rasm qo'yish, ya'ni ofitsialniy shu narsalarga e'tibor berish kerak. Boshqa mana bu ijtimoiy tarmoqlar orqali shu universitetning o'zini ijtimoiy tarmoqlari bor. Misol uchun har bitta universitetni ijtimoiy tarmog'iga kirib, o'sha universitet haqida ko'proq ma'lumotga, o'sha talabalar hayoti, yangiliklar, kechalar, eventlar haqida bemalol shu ijtimoiy tarmoqlardan, shu universitet orqali ma'lumotga ega bo'lish mumkin.
Gmail bo'yicha qisqacha aytib o'tmoqchi edim. Sababi o'quvchilarimga ham aytaman, Gmail ishlatishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni Albatta, bizda Gmail uncha ko'p ishlatilmaydi, lekin aynan xorijda, aynan professor bilan muloqot, umuman o'qishga kirgandan keyin ham, misol uchun, professor haqida, misol uchun, ma'lumot olmoqchi bo'lsak yoki umuman dars qoldirilgani vaqtinchalik yoki darsni vaqti ko'chirilganligi, hamma o'zaro muloqot Gmail orqali bo'ladi. Menimcha Gmailni o'zimda ham aynan chet el universitetlari bilan aloqa o'rnatish Gmail orqali boshlangan. Ya'ni Gmail orqali ular bilan bog'langanman, ular ma'lumot berishgan. Har bir savolimga javob keladi. Bir kunda yoki umuman shu kunning o'zida ular javob yozishadi. albatta, man ham qo'shimcha qilishim mumkin. Bizada hozir har bitta universitetni talabalari o'zi uchun ofitsialniy universitetni o'zini pochta anaqasi bor. Men o'zi kuniga deyarli 10 ta 15 ta xabar olaman universitetdan. Ya'ni o'sha darsim haqida, o'sha universitetda bo'layotgan kechalar haqida, professorlardan har xil kecha. Endi deyarli 10 ta 15 ta xabar har xil universitet haqida pochtaga xabar keladi. Mana ham xuddi o'shanday manda qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha elektron pochta orqali universitet bilan bog'lanaman. Gmaillar orqali. Xo'p, rahmat Shahzod. Keyingi mavzumiz grantlar. Grantlar haqida ham qisqacha aytib o'tgandik, lekin endi sal chuqurroq aytib o'tsangiz, aynan grantlar mavzusi bo'yicha Hop, qanaqa grantlar yaxshi. bor? Bizlar o'zi grant tushunchasi, bilasiz, bakalavrda, magistraturada eng yuqori ball to'plagan, deylik, DTM testi bo'yicha 10 ta 5 ta talabaga beriladi. U muqarrarga bitta yo'nalish bo'yicha. Bu O'zbekiston tipida. Lekin bu chet elda grant bu boshqacharoq. Ya'ni biz nima bo'ladi, bu o'quvchini akademik yutuqlariga qarab beriladi. Xuddi Xo'p, siz qanaqa grantlar soni, deylik, chet elda ko'proq o'sha universitetni o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, xorijiy talabalarga yoki o'zini talabalariga qanchadir o'zini budjetidan grant e'lon qiladi. Xo'p, man aytdim yuqorida University of Glasgow International Leadership Scholarship, ya'ni scholarship, oxiri buni o'zbek tilida bemalol grant deb tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni o'sha grant, ya'ni qanchadir kontrakt summadan, ya'ni chegirma sifatida beriladi. Bu to'liq berilmaydi. Misol uchun, menda olgan grantim 10,000 funt sterling, man kontragtimni yarmini grant qilib berib, 50% grant. Endi boshqa yo'nalish boshqacha, misol uchun sustainability scholarship degani bor, u 5,000 beradi. Yoki boshqa STEM degan grant bor, u 100% beradi. Chevening, xolasalik sanab o'tamiz. Misol uchun 100% grantlar. Amerikada Fulbright, Buyuk Britaniyada Chevening, Yevropada Erasmus Mundus, Turkiyada Turkiya burslari. Har bitta davlatning o'zini milliy grantlari. O'zbekistonda misol uchun El yurtimizda jamg'armasi, Qozog'istonda Qozog'iston farzandlari degan scholarship bor. Xo'p, Shahzod, qarang, misol uchun universitetni o'zini beradigan grant bo'yicha ketadigan bo'lsak, hozir aytib o'tgan grantlaringiz ko'pchiligi umumiy grant, to'g'rimi? Qaysi universitet bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta. Universitetni o'zida, misol uchun, ayrim yo'nalishlarga alohida beriladigan grantlar ham bor, adashmasam. Albatta. Aynan iqtisod yo'nalishi, o'zimning yo'nalishim iqtisod. Adashmasam, Adam Smith nomiga grant ajratilgan. Bor. Iqtisod yo'nalishi. Xo'p, man grantlar haqida qo'shimcha qilishim mumkin. Grantni o'zini man bilishim bo'yicha, xo'p, scholarship bizada, keyin boshqa universitetlarda bursary degan narsa bor, u kichikroq. Scholarship bu qanchadir qismida, misol uchun, ya'ni pul yutug'i, ya'ni stipendiya o'xshab beriladigan narsa, ya'ni fellowship, assistantship degan narsalar bor. Bu qanaqadir ilmiy yengillik qilishda beradigan narsalar. Siz o'sha biror bir assistantshipda bu qanaqadir professor bilan qanaqadir ilmiy ish izlanish qilayotganingizda, siz o'sha vaqtda professor bilan qancha darajada vaqtingizni shu ishlaganingiz uchun ham siz qo'shimcha pul olishingiz mumkin universitetdan.
Uni boshqacha turlari bor. Bu xorijda o'sha universitetdan xohlasa professordan pul olish imkoniyatlari yuqori. Ya'ni ishlab pul topish ham Ho'p, kerak. tushunarli. Shahzod, keyingi mavzuga o'tamiz. El yurt umidi jamg'armasi. Yaqinda mana yangi stipendiyatlar nomi e'lon qilindi. Ya'ni el yurt umidini navbatdagi aynan stipendiya tanlovida g'olib bo'lganlar nomi. Bularning ichida siz ham borsiz. Aynan jamg'arma haqida qisqacha aytib o'tsangiz, endi bu jamg'arma bo'yicha gapiramiz desak, boshqa suhbat tashkillashtirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qisqacha umumiy Hop, narsalarni aytib o'tsangiz. boya aytdik, mana grantlar haqida gapirishdik. Bu ham el yurtini jamg'armasi, bu o'zbekistonlik talabalar uchun grant. Albatta bu xorijda sizni o'qish, yashash xarajatlaringizni qoplab berishadi. Top 300 talik universitet bo'lsa, bu yil 2022-yil 3-tanlovda qatnashdim o'zim. Ya'ni tanlovda o'zi ikkita bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich bu universitetga boya topshirgan hujjatlaringizni ham xuddi o'sha mana bu el yurtimiz jamg'armasiga topshirib qo'yasiz. Va ikkinchi bosqich bu test va suhbat jarayonlari bo'lib o'tadi. Magistratura uchun 50 ta test, 20 ta ona tili adabiyot, ya'ni o'zbek tilidan, 15 ta savol mantiqiy fikrlashdan, critical thinking va 15 ta savol va akademik maqola yozish, ya'ni Scopus maqola bo'yicha bo'lib o'tadi. Shu birinchi bosqich testdan o'tganlar ikkinchi bosqich suhbatga taklif qilinadi. Suhbatda shu o'z yo'nalishingizdan va shunga o'xshash o'zbek tilidan, tarixdan, ma'naviyat va ko'pgina sohalar bo'yicha savol-javob bo'lib o'tadi. O'sha suhbatdan ham muvaffaqiyatga o'tgan talabalarning barcha xarajatlari shu el yurtimiz jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Demak, Qisqacha shu. yangi tanlovda bir narsaga e'tibor berdim. O'zim topshirgan vaqtimda o'tgan yili ikkita bosqich bo'lardi. Hujjatlarning to'g'riligi, talablarga javob berishi, keyin suhbat bo'lardi. Hozir 3ta bo'lgan, adashmasam. Hujjatlar jarayonidan keyin test ham bo'ladi hozir, adashmasam. Test. Xuddi shunday test qo'shildi. Xo'p, tushunarli. Shahzod, o'zi siz el yurt umidiga onlayn hujjat topshirib, suhbat ham onlayn bo'lgan, test ham onlayn bo'lgan. Chunki o'zi jamg'armada yutishingizdan oldin o'zi o'qishga borib, o'qishni boshlab bo'lgansiz. Aynan sentyabr oyidan. Keyin noyabr yoki oktyabr oyidamidi tanlov bo'ldi. 20-oktyabrgacha qabul qilindi. Ya'ni hujjatlar 20-oktyabrgacha qabul qilishgan edi. 20-noyabrgacha shu ikkinchi bosqich, ya'ni test suhbat jarayonlari bo'ldi. Oxirgi yakuniy qaror 15-dekabrda chiqdi. Demak, siz o'zingizni hisobingizdan, o'zingizni mablag'ingiz hisobiga o'qishga borib boshlagansiz o'qishni, keyinchalik el yurt umididan grant tutgansiz. Shundayman. Ular el yurt umidi jamg'armasining ikkinchi tanlovini qabul muddati may oyida, adashmasam aprel oyida tugagan edi. O'sha vaqtda men O'zbekistonda 4-kurs bakalavr talabasi edim. U vaqtda men hali qo'limda magister ya'ni bakalavr diplomi yo'q edi. O'sha uchun men magistratura bosqichiga topshira olmaganman. Hozir endi men 3-tanlov e'lon qilgan vaqtda men o'qishimda davomida to'g'ri kelgani uchun qo'shimcha o'zimni o'qishimdan vaqt ajratib, bu el yurtimiz jamg'armasiga tayyorgarlik ko'rib, test suhbatlariga topshirib, muvaffaqiyatga erishdik oxirida. Endi hamma xarajatlarni o'sha kontrakt bilan bog'liq bu yoqqa kelgan xarajatlarni hammasini to'lab berishadi. Xo'p, unaqada el yurt umidi jamg'armasisiz ketgan bo'lsangiz o'zingizni hisobingizdan, bu bo'yicha hozir yana suhbatlashamiz. Aynan qiyinchiliklar qanaqa bo'lgan, moliyaviy tarafdan, boshqa tarafdan. Keyingi mavzuni ochamiz. Universitetga qabul qilingandan keyin nima qilish kerak? Endi bu misol uchun jamg'armaga topshirishingizdan oldin o'zingiz harakat qilgansiz, ya'ni misol uchun jamg'arma bilan birgalikda maslahatlashib qilsangiz, misol uchun osonroq bo'lishi mumkin. Lekin o'zingiz misol uchun qanaqa bosqichlardan o'tgansiz? Misol o'qishga qabul qilindingiz, viza masalasimi, boshqa masalalar qanaqa bo'lgan sizda? Albatta, mana Buyuk Britaniyada o'qishga qabul qilinganingizdan keyin
sizga viza uchun hujjat jo'natishadi. CAS degan hujjat. O'sha hujjat bilan siz Toshkentda Toshkent TLS viza center bor. O'sha yerga borib, siz vizani hujjatlarini topshirishingiz kerak. Ya'ni to'lovlari bor. Ya'ni vizaga kerakli hujjatlar, misol Mhm. uchun vizani o'zini to'lovi, 1 yillik medosмотр, 1 yillik sug'urta, O'rta. Mhm. medosмотр, bo'shash xarajatlar hammasini hujjatlarni topshirib, viza olishingiz to'g'ri keladi. Vizangiz olganingizdan keyin o'sha chiptani olib, biletni olib, endi bu yoqqa o'qishga ketishga harakat bo'ladi. Ya'ni o'sha o'qishga ketishdan oldin men ko'pchilikka maslahat bergan bo'lar edim. O'sha borishdan oldin joylashadigan manzildan, ya'ni kvartirami, yotoqxonami, o'shani 100% hal qilib kelish kerak. Agar kelishdan oldin muammo, agar bu yoqqa kelgandan keyin muammo bo'lishi mumkin, ya'ni joylashish. Manda shuni tushunaman, kelishimdan oldin hamma narsamni joylab, ya'ni men qayerga borishim kerakligi, qayerda yashashim va shunga o'xshash ham boshqa narsalarga o'zim javob anaqa qilib olganim uchun menda unaqa muammo bo'lmadi. Ya'ni bu yoqqa kelib joylashish hammasi bosqichma-bosqich bo'ladi. Aynan misol uchun qaysi platformalardan foydalandingiz yoki universitetni o'zi bilan bog'landingizmi email orqali o'zingiz uchun Shunday. yashash uchun joy topish uchun Britaniyada? Hop, manda muammo bo'ldi. Ya'ni bizada ham, Buyuk Britaniyada ham xuddi shunaqa, ya'ni xalqaro talabalar soni juda ham ko'p. Ya'ni universitet qiynaladi, ochig'ini aytganda, o'sha talabalarga joy berishga. Man universitetdan xabar oldim. Menga universitet yotoqxona bermaganidan keyin ijtimoiy tarmoqlardan, albatta o'zimizda Facebookda universitetning guruhi bor. Ya'ni o'sha yerda talabalar yozadi, qayerda kvartira bor, qayerda joylashish mumkin. O'sha yerda bitta xalqaro talabalar bilan tanishib, o'shalar bilan kvartira masalasida suhbatlashib, shu kvartira topib joylashganman borib. Ya'ni o'sha universitetni ijtimoiy tarmog'i yordam bergan. Universitet saytida ham qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi, qayerda, qanaqa sharoitda kvartira joylashish haqida. Zo'r. Xo'p, Shahzod, Britaniyadagi talaba hayoti, narxlar, madaniyat. Hop, Endi bu yog'i yaxshi. ko'proq Britaniyadagi hayot bo'yicha bo'ladi. Tak, madaniyat bo'yicha qisqacha gaplashaylik oldin. Farq sezdingizmi? Misol uchun qiynalish bo'ldimi? Albatta. Aynan culture bo'yicha, ya'ni ularning madaniyati bo'yicha. Hop, men hozir o'zim aytishim kerak. Men Shotlandiyadaman. Bu Buyuk Britaniyaning bir qismida. Hop, madaniyat jihatdan juda ham katta farq bor bularda. Hop, oddiygina bilinadigan narsa, oddiygina navbat kutishda deylik. Misol uchun bularda o'zaro hurmat, masofa saqlash, misol uchun katta-kichik, misol uchun navbatda turadi, saqlaydi. Misol uchun bekatda avtobusga chiqayotganda, tushayotganda, do'konga kirayotganda, chiqayotganda, oddiy misol uchun kassada o'tayotganda navbatni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma, ya'ni bir-birini hurmat qiladi, ya'ni hospitality bor. Ya'ni insoniylik, ya'ni bir-biriga o'zaro hurmat saqlaganda, misol uchun bir-biriga murojaat qilganda ham shu excuse me, I'm sorry deb murojaat qilishadi. Ya'ni birovni privacy, ya'ni anaqasiga aralashmaydi. O'sha qancha katta madaniyat desak bo'ladi. Ya'ni o'zaro hurmat, albatta. Ya'ni xushmuomalalik, ya'ni politeness. Ya'ni sizdan katta odamlar siz anaqada, ya'ni sizni hurmatingizni joyiga qo'yishib, sizga muloqotda bo'lishadi. Bu juda ham katta madaniyat. Bu madaniyatni sifatida qarashim mumkin o'zim uchun. Tushunarli. Xo'p, tak, narxlar bo'yicha nima deysiz? Misol uchun narxlarda qanaqa farq bormi? Qolganda narxlarda bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyat, ya'ni narxlarni oshish jarayoni ketmoqda. Lekin mana bu menimcha bu iqtisodiy, bu sizni anaqangizda juda ham katta anaqa bo'lsa kerak. Ya'ni bu yerda hali pulni qadri juda ham yaxshi. Inflyatsiya darajasi past, ya'ni hozir iqtisodga ketib qolmasam kerak. Ya'ni o'sha o'rtacha daromadda, misol uchun bemalol man
narxlarga misol uchun aytishim mumkin, kvartira masalasida o'sha kvartira oyiga 200 funt sterling, yana qo'shimcha xarajatim 50 funt sterling oziq-ovqat mahsulotlariga ketadi va yana 50 funt sterling transportga, yana deylik 50 funt sterling boshqa xarajatlar deylik. O'rtacha 400-500 atrofida oyiga xarajat qilaman. Lekin men talaba bo'lib, Talaba sifatida. part time, ya'ni Hmm. yarim stavka ishlab, oyiga o'rtacha 1000 funt sterling topaman. Ya'ni topayotgan pulim o'zimga yetadi. Bu yerda yana orttirish ham mumkin. Ah, Narxlar o'sha olayotgan oylikka nisbatan past. Ya'ni narxlar ancha erkinroq bu yerda. Xo'p, ishlash bo'yicha keyingi mavzumizda gaplashamiz. Yana bitta savol bor hozir. Oddiy bitta talabaga ketadigan summani aytib o'tdik. Hozir 500 funt sterling atrofida dedik. Endi oilaviy qanaqa bo'lishi mumkin, misol uchun yashash? Oilaviy umuman farzandlar bilan borib PhD o'qimoqchi bo'lganlar yoki umuman magistraturani o'zi oilasi bilan o'qiyotganlar. Shularda qanaqa bo'ladi? Tushunarli. Manimcha oilaviy yashamoqchi bo'lgan odam katta ehtimol o'ziga 2 xonali yoki 1 xonali uyni o'zini ijaraga oladi. Endi o'sha uyni sharoitidan kelib chiqib o'rtacha Buyuk Britaniyada 500 dan 1000 dollar atrofigacha Hmm. uyni o'zini kvartiraga oladi. Ya'ni endi o'sha oilaviy bo'lgani uchun xarajatlar 2 barobar ortadi. Boyagi endi oziq-ovqat mahsulotlari deylik 2-3 barobar ortishi mumkin farzandlari bilan soniga qarab. Yana o'sha farzandlarni misol uchun bog'chaga berishi mumkin. Hmm. Ya'ni transport bilan bog'liq yana qo'shimcha xarajatlar 2 kishi uchun. Ya'ni borishi mumkin deylik 2-3 ming funt sterling atrofida. Qarang, Shahzod, o'zi shunaqa O'zbekistondan borib o'qiyotgan oilalarni bilasizmi shunaqa o'zingiz? Albatta, men xuddi shunday, mana bu o'zim universitet Glasgowda magistratura darajasida bitta bola oilaviy kelgan ayoli bilan. Hop, ikkalasi ham ishlaydi oilaviy. Hmm. Xuddi Demak, shunday PhD bosqichiga kelgan, ya farzandi bilan kelgani ham bor. U jamg'armaga yetib kelgan. Jamg'arma hamma xarajatlarni to'lab beradi. O'sha jamg'armani oilasi uchun qo'shimcha ishlashga to'g'ri kelmoqda. Xarajatlarni to'lash uchun. Faqat jamg'arma o'sha stipendiyatni o'zini qoplagani uchun, boyagi stipendiyat oilasi uchun endi qo'shimcha harakat qilib ishlamoqda. Xo'p, tushunarli. Demak, ishlash masalasi yana ochilyapti. Shu ishlash masalasini katta mavzu qilib gaplashamiz. Endi o'zingiz haqingizda o'zingizda qanaqa bo'lganini aytib berasiz? Hop. Demak, talaba hayoti bo'yicha hozir o'qish bo'yicha gaplashsak bo'ladi. Ya'ni o'qish qiyin emasmi o'zi? O'qishga qancha vaqtingiz ketadi har kuni? Shu narsalar haqida. Men o'ylashim bo'yicha magistratura darajasi Buyuk Britaniyada 1 yil bo'lgani uchun juda ham intensiv. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, o'qish 2-3 barobar qiyin. Ya'ni oddiy o'zini talabalar uchun, ya'ni Buyuk Britaniyalik talabalar uchun ham qiyin. Xo'p, ya'ni bizada o'rtacha 8 ta fan o'tiladi. Har bittasi 10-20 kredit atrofida. Leksiya, seminarga qatnashamiz. Bizada dars 3 soat davom etadi. Ya'ni umumiy to'lig'i 1,5 soat leksiya bo'ladi va 1,5 soat seminar. Bu yerdagi professorlar ham darajasi yuqori. Bu yerda o'qigan talabalar, ya'ni o'zini kursdoshlari ham top universitetlarda o'qib kelgan oddiygina bakalavr darajasini. Misol uchun men bular bilan bir vaqtda o'tirib o'qishni o'zi ham sizga qanaqadir kuchmi, nimadir bir vaqt o'zida ham qiynalasiz, ham ular bilan bir vaqtda o'zi o'qib o'sasizda baribir ham. O'qish haqida to'xtaladigan bo'lsak, endi bularda sal boshqacharoq. Bitta leksiya o'rtacha 3 soat davom etadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham seminari bo'ladi. Siz o'rgangan leksiyada bu eshitgan narsalaringizni seminarda ko'rib chiqasiz. Hop, keyin men kundalik o'sha boshida kelgan vaqtimda erta uxlab turib, misol uchun dars bu yerda va leksiyaga o'zingiz qo'shimcha tayyorgarlik ko'rasiz. Ya'ni o'sha leksiyadan oldin siz dars qilib borasiz. Leksiyani eshitasiz, leksiyadan keyin yana dars qilasiz. Misol uchun leksiyadan oldin o'rtacha
2 soat, 3 soat tayyorgarlik ko'rsangiz, leksiyadan keyin endi 8 soat dars qilishingizga to'g'ri keladi. Albatta, kunlik o'rtacha 10 ga 10-15 soat vaqtingiz shu dars qilish bilan o'tyapti. Mana shunga yarasha ko'proq bilimga, ko'p narsalar o'rganasiz. Tak, Ancha misol uchun vazifalar qanaqa beriladi? Aynan assignmentlar bo'yicha, magistratura bo'yicha aytasiz. Endi magistraturada qancha vaqt talab qiladi, misol uchun bitta assignmentni tugatish uchun? tushunarli. Xo'p, har bitta o'zi fanni coursework, ya'ni assignment bo'ladi yil oxirida. O'sha kursni kreditga qarab 2,5 mingta so'zdan 3 mingta so'zgacha siz o'sha o'qigan faningizda nima sizga qiziqarli bo'ldi, qayerda qanaqa muammo bor, ya'ni o'sha bo'yicha ijodiy insho, ya'ni akademik essay yozishingiz kerak. Ya'ni o'sha muammoni sabablari, yechimlari, o'sha narsa haqida ilmiy adabiyotlarda o'qiysiz, izlanasiz, 20 ta 50 ta maqola, 10 ta 15 ta kitob o'qiysiz, o'zida qanaqadir argument, javob topasiz. O'sha javobni endi kuchaytirishingiz kerak, ya'ni sabablariga o'sha reasonlarni ko'rsatishingiz kerak. O'sha reasonlarni keyin misollar bilan, evidencelar bilan isbotlab ko'rsatishingiz kerak. O'shalarni o'zi academic writing skillsda bu sizda qo'shimcha kurs sifatida, ya'ni o'sha fanga javob yozishni o'zi ham kurs sifatida o'qitiladi. Qo'shimcha tayyorgarlik ko'rish bor buning uchun. Hop, Qancha vaqt ketadi, misol uchun bittasini tugatish uchun? o'rtacha fanni qiyinlik darajasiga qarab aytishim mumkin, 3 haftadan 1 oygacha vaqt ketishi kerak. Bitta javob, ya'ni bitta 3 mingta so'zlik insho yozishga o'rtacha. Uni yozib bo'lgandan keyin qayta o'qib chiqish, to'g'rilash, kamchiliklarni bartaraf etish, professor bilan maslahatlashib ko'rish, qaysidir qismini to'g'rilash bor. Ya'ni uni oxirida introduction va conclusion qismlarini kuchaytirish, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish va shunga o'xshagan narsalar bilan 1 oy vaqt davom etadi. Xonada qolib ketgan vaqtlaringiz ham bo'lganmi kechalari? Men eng uzoq eslayman, soat 12 gacha kutubxonada bo'lganman. Kechqurungi soat 12 gacha. Kutubxona o'zi yopilish 2 gacha yopiladi. Xohlasangiz kutubxonada ham qolish sharoitlari bor. Qolmoqchi bo'lgan talabalarga ham 12. O'rtacha Eslashim bo'yicha eng kechki qolgan 12 soat, kechqurungi soat 12 gacha. o'rtacha 10 soat o'qish kerak. Endi sizni holatingizni bilmadim, lekin endi o'zimni tushunishim bo'yicha shunaqa. Sizda qanaqa bo'lgan, misol uchun kuniga qancha soat o'qiysiz? Hop, men hozir kanikul davridaman. O'qish davrida leksiyaga tayyorgarlikka o'zim 1 soat, 2 soat atrofida, leksiyadan keyin o'rtacha 7-8 soat dars bo'lgan. O'rtacha 8-10 soat atrofida kuniga o'qish bilan band bo'lganman. Xo'p, tushunarli. Keyingi mavzu o'qish davrida ishlash. Ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan mavzu. Murakkab mavzu menimcha. Yo'q, bu bilmadim, siz uchun sizda experience ko'p, bu bo'yicha tajriba ko'p, ishlash bo'yicha. Endi boshidan aytib beraverasiz, aynan endi o'qishga borgan paytingizda qanaqa bo'lgan ish topish jarayoni o'zi? Hozir qayerda talabalar gapiravering. Hop, hozir Buyuk Britaniyada talabalarga qonuniy haftasi 20 soat ishlashga ruxsat beriladi. Ya'ni siz haqiqatda bu huquqingizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hop, boshida men sentyabr oyida kelganimda 1 oy vaqtimni shu o'zimga qulay ish joy topishga sarfladim. O'zim 4 xil joyda suhbatdan o'tib, ish sinovdan o'tib, oxiri hozir bitta oshxonada menejer sifatida ishlayapman. Hop, bu yerda ishga qabul qilinishning o'zini bosqichlari bor. Ya'ni sizdan sertifikatlar so'raydi. Ya'ni shu yo'nalish bo'yicha o'zini kurslari bor, onlayn kurslari. O'shalarni qo'shimcha o'qib,
Ya'ni siz odamlar bilan qanday ishlash, ya'ni qanday muomalada bo'lish, qanaqa Communication skills. vaziyatlarda qanaqa Communication. communication skills o'xshagan Hmm. narsalar, ya'ni birinchi tez yordam ko'rsatish, vaziyatlarda misol uchun qandaydir ikkita odam urushib qolsa, ularni qanday bir-biridan murosaga keltirish, shunga o'xshagan narsalarni ular qo'shimcha narsani haqiqiy sertifikat qilib so'raydida. O'sha Hmm. sertifikatni siz vaqtingizni bir hafta davomida o'qib, o'rganib, testidan o'tib, o'sha test orqali hujjatni, o'sha dokumentingizni topshirsangiz, ishga qabul qilinasiz. Hmm. Hozir men o'zim kanikul davrida full time ishlamoqdaman. Ya'ni haftasiga 40 soatgacha ishlashim mumkin endi. Soatiga qonuniy 10 funt sterling. Haftasiga oyligim agar part time ishlaganimda 20 soat 200 funt sterling, hozir full time 400 funt sterling. O'rtacha oyiga 1000 funt sterling topsa bo'ladi. Talabalarga o'zini xarajatlariga yetadi. No kontrakt, lekin bu anaqalarga yetmaydi albatta. Demak, faqat ishlab topgan pulimiz, yashash xarajatlarimiz, ya'ni cost of living, faqat shularga yetadi. Shunday. Hmm. Lekin siz agar qo'shimcha misol uchun hozir men o'zim misolim bitta ishda ishlab mehnat qilyapman. Misol uchun boshqa talabalar bo'lish ehtimolligi bor. Boshqa ishlarda ikkita, uchta ishda ishlayotganlar ham bor. Hmm. Ham o'zini, ham o'qish bilan ham ishlashni endi masalasi boshqacharoq bo'ladi. Juda ham o'zi o'qishni o'zi katta ehtimol aqliy charchatadi. Ishni o'zi jismoniy charchatadi. Bu ham o'qib, ham ishlagan ikki tomonlama charchash bu ancha qiyinroq. Xo'p, qarang Shahzod, qiziq savol sizga. Endi 100% o'zingiz misol uchun amin bo'lib kelmagansiz, ya'ni o'qishga kelishdan oldin kontrakt summani 100% to'lamagansiz. Qanchadir qismini to'lagansiz. Shunday. Lekin tavakkal qilib kelgansiz. Lekin hozir mana jamg'armadan stipendiya yutgansiz, ish topgansiz. Lekin aynan shu yoshlarga umuman menga misol uchun tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Aynan 100% ishonmasdan Britaniyaga borib, qolgan qismini o'zim to'layman Albatta. ishlab deb borishni tavsiya qilasizmi? Bu 50-50 tuman. Tavakkal juda ham katta tavakkalda, to'g'risi. Shu vaqtda bitta talaba misolida aytishim mumkin. Yevropalik edi. Hop, u o'qishni keldi, o'qolmadi menimcha, xarajat bilan bog'liq muammo bo'ldi, o'qishni tashlab ketdi. Misol uchun Yevropada sharoit misol uchun yaxshiroq. Misol uchun ularda yevro kursi bilan funt sterling orasida farq katta emas, lekin ularda shunaqa muammo bo'ldi. Ish topolmadi, misol uchun ishga joylasholmadi, kontraktni to'lolmadi deylik. Lekin misol uchun bizlarda vaziyat bilan solishtirganda qiyinroq to'g'ri O'zbekistonda, lekin harakat qilgan odam misol uchun sabr qilib, ishlab, shu yaxshilab o'ylab, misol uchun nima qilish kerakligini shoshilmasdan, endi odam o'zini menimcha bu narsalarni ichki anaqasiga bog'liq deb o'ylayman. Dunyoqarashi, boshqa narsalarga haqiqatda tayyor bo'lib kelgan odam, bemalol o'sha qiyinchiliklarni bartaraf etadi-da. Agar bu odam hech narsa nima bo'lishini bilmasa, shunday kelgan odamda menimcha juda ham katta qiyinchiliklar bo'lib qolish ehtimoli bor. Lekin tayyorgarlik ko'rib kelish kerak bu yerga, shu ishlashga, yashashga umuman qaraganda. Demak, o'zingiz uchun maslahat bersangiz, degan bo'lardingiz, boshqalar uchun yo'q. Agar siz menimcha katta narsa bu ishonchi borda qoladi-da. O'ziga ishongan odam kelsa O'ziga. bo'ladi, ertasi. Lekin o'zidan kuchiga, imkoniyatiga ishonmagan odam kelishini maslahat bermagan bo'lar edim. Xo'p, tushunarli. Demak, hozirda ham o'qib, ham ishlaysiz. Albatta buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Albatta. Bundan oldin misol uchun 4 ta ishga topshirganman dedingiz. Bu narsa misol uchun o'zingizda bo'lgan ishonchni pasaytirmaganmi? Misol uchun har safar ishga topshirasiz, lekin Shundayda. Men eslayman, birinchi ishga borganimda sinovdan o'tdim. Sinovda hammasi yaxshi o'tdi. Shu sinovga ishlagan muddatim uchun ham pul berishdi-da.
bir 2 soat ishlaganim uchun 15 funt sterling berishdi. Men o'yladim o'zi ishga kirdim deb. Bo'ldi, meni telefon qilishadi, men ertadan kelib ishlashim mumkin deb o'ylaganman. Keyin men ulardan telefon qilishini kutganman, telefon qilishmadi. Keyin o'zim borib so'raganman. Men siz aytgan biz o'zi boshqa odam oldik dedi. Keyin boshqa ishga tushganman. Shu mana bu recruitment degan narsa ba'zi shunaqa vaziyatga yetib borganman, ya'ni dastavka qilish. Ya'ni xonadoshimda velosipedi bor edi. Shu velosipedda ya'ni bizada ham bor. Express 24, hozir bu yerda Deliveroo degan narsa bor. O'sha Deliverooda shu kuryerlik qilishni xohlagandim. O'sha vaqtda lekin Buyuk Britaniyada bilasiz, yomg'ir juda ham ko'p yog'adi, yomg'ir. Qarasam bu ish ham to'g'ri kelmayapti. Shunaqa adashmasam o'zini sayti bor, Indeed Job Search degan. O'shanda 50 dan ortiq ishga topshirganman. O'shandan 5 tasi javob yozgan, 4 tasi misol uchun 4 tasida ishga borib yiqilib, oxiri 5-chisida shu ishga kirganman. Vaqt talab etadi. Hammasi misol uchun tajribaga ega bo'lasiz, qanaqa muloqot qilish kerakligini, o'sha suhbat jarayonida qanaqa savollar bo'lishini bilasiz, qanaqa javob berish kerakligini o'ziga yarasha ishonch bilan, shoshmasdan, vaziyatni to'g'ri tushuntirib ularga qanaqa qilsangiz ularni to'g'ri tushunib ishga olishadi. Xo'p, Britaniyaga borgandagi ilk qiyinchiliklar. Endi bunga ko'p narsani aytsak bo'ladi. Misol uchun, Albatta. hozir ishni aytdik, misol uchun, lekin xo'p, ish mavzusi boshqa mavzu deb oladigan bo'lsak, boshqa narsalar ham bor. Misol uchun, language barrier deymizmi, nima? Shotlandiyani umuman so'zni talaffuz qilishga tushunish qiyin. Albatta, mana shu narsa haqida men o'zim bilmagan o'sha ilk qiyinchiligim bo'lgan. Borishimda men o'ylaganman, British Scottish accent deyarli bir-biriga yaqin, muammo emas. Lekin mana bu Londondan Glasgow shahriga, shu Angliyadan Shotlandiyaga poyezdda ketayotganimda, ortimda ikkita ayol so'zlashib ketayotgan edi. Men ularni gaplashayotgan eshitdim, o'yladim boshqa tilda gaplashyapti. Ya'ni u britancha, shotlandcha emas, bu boshqa qo'shimcha nemischa, nimadir qaysi tilda gaplashyapti deb. Keyin bilsam, ular o'zi shotlandcha she'rda gaplashyapti ekan. Olmasligim hozir men o'sha anaqaga tushyapman. Shotlandcha she'rda qiynalgandi. Lekin birinchi borgan anaqanda xonadoshim kanadalik edi. O'sha kanadalik endi bilasiz boshqacha aksent endi bu Shimoliy Amerikada. U ham aytayapti, u native tili, ingliz tili bo'lgan odamda o'sha shotland tilini tushunish muammo bo'lyapti-da. U ham tushunmagan boshida kelganida. Aytding, o'rganib ketasan 1 oy davomida, tushunib ketasan dedi. Men haqiqatda shu avtobusda yurganingizda, metroda yurganingizda o'sha shotlandlarning gaplashini eshitib, shu shotland skotland o'sha ishlagan joyimda skotishlar bilan muloqotda bo'lib, o'sha shevasiga hozir deyarli tushunaman. Asosiy so'zlar qanday talaffuz qilinish kerakligi, bu language barrier albatta yechimi topilib ketadi. Vaqt kerak bo'lgan narsa, u qo'shimcha o'z harakatlar bilan 1 oyda o'zi buni yechimi topilib ketadi. Yana ikkinchi qiyinchilik narsa bo'lgan aytgan bo'lardim, bu ob-havo. Bu yerda yomg'ir to'g'risini aytay, 24 ga 7 quyosh chiqib turgan vaziyatda ham yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Suv qayerdan bo'lsa ham keladi. Men birinchi kun kelganimda havo ochiq edi. Ko'chaga oddiy yengilroq kiyim chiqqanman, lekin havo 5 daqiqada shuni o'zgarib, qayerdandir bulut kelib, yomg'ir yog'ib, hamma joy rasvo bo'lgandi. Bu yerda yomg'ir juda ham ko'p yog'adi, shamol, mana bu zontikda yurishning foydasi yo'q, menimcha. Shamol zontikingizni tepadan pastga qilib tashlaydi. O'sha yomg'irga moslashgan kiyimlarni kiyish kerak bu yerda. O'sha plyaj, suv o'tkazmaydigan kiyimlarni maslahat beraman. Olib kelishni agar bu yoqqa kelmoqchi bo'lgan odamlarni, o'sha yomg'irga ham o'zini tayyorlab kelish kerak. Bunga ham qo'shimcha sifatida qiyinchilik deb aytishimiz mumkin. Demak, quyoshni ko'rsangizlar, rasmga tushirib, unga qarab yuraverasiz. Aslida aytaman, shu quyoshni screenshot qolaman deb. Odatda juda ham bulutli, qop-qora bulut qoplab turadi. Kayfiyatga albatta ta'sir qiladi bu havo. Kayfiyatni tushish ehtimolligi bor. Lekin quyosh birdan chiqib, havo yaxshi bo'lsa, yaxshi, unda kun ochilib ketsa, zo'r bo'ladi.
Lekin shu asosiy yomg'irda anaqa bo'lgan. Shu yomg'irga ham moslashib ketish oson bo'ladi. Yomg'irga ham yana bir oy davomida shu umumiy moslashib olish, ya'ni settle down qilishga manimcha bir oy yetadi deb o'ylayman. Hmm. O'sha tiliga, ob-havosiga, hammasiga bir oyda moslashib ketish mumkin. Xo'p, Shahzod, yana bir narsa so'ramoqchi bo'lgan narsam bu daily routine. O'zingizni daily routiningiz haqida, ya'ni kundalik tartib qanaqa bo'ladi? Necha soat qayerda bo'lasiz? Hop, Umuman necha soat uxlaysiz? Talaba hayoti menimcha boshqalarga ham qiziq bo'lsa kerak, aynan. albatta. Men odatda endi ertalab turishdan boshlaylik. Men budilnigim ertalab soat 6 dan jiringlashni boshlaydi. 6, 6:30gacha o'zi ertalab zavtrakni nonushtadan qilib bo'lgan bo'laman. 6:30 dan universitetga qarab yo'lga chiqaman. Chunki endi bu yoqda transport universitetga borishimga o'rtacha yarim soat vaqt ketadi. Deylik 7larda o'zi universitetda bo'laman. Universitet kutubxonasi ochiq bo'ladi 7dan. Ya'ni men leksiyam soat 9da boshlanadi. 2 soat vaqtim bor. Men leksiyaga tayyorgarlik ko'raman. 9dan soat 1gacha meni ikkita seminarim bo'lsa, ikkita leksiyam bo'lib 1gacha tugaydi. Endi 1dan 2gacha obed. Va 2dan 3gacha o'zimning kursdoshlarim bilan qanaqadir suhbat bo'ladi, gaplashamiz. Shu o'rtacha soat 3dan ishim yo'q kunlari soat 8gacha, ba'zida 10gacha dars qilaman. Ishim bor kunlari soat 3dan 5gacha dars qilib, shu 5dan 10gacha ishlab, ishdan chiqib yana soat 12gacha dars qilaman. Shu albatta shu endi uyquga misol uchun 12gacha 12 atrofida o'zi charchab uxlab qolgan bo'laman katta ehtimol. Shu 6 soat uyqu menimcha yetadi hozir. Misol uchun 6 soat ham emas, misol 5 soat desa bo'ladi menimcha, plus minus, sababi uydagilar bilan gaplashish, boshqa umuman yaqinlar bilan gaplashish uchun ham vaqt ketsa, misol uchun shunaqa hisoblasa bo'ladi menimcha. Demak, asosiy qismi kuningizni shu o'qish, ish yo'q kunlari yana o'qish, shunaqa. Misol uchun bir kun, misol uchun haftada bu ehtimoli bo'lishi mumkin, shanba yoki yakshanba kuni dam olish. Shu dam olishda ham ozroq qismi shu ish, bu o'qish bilan ham o'tadi. Chunki bu yerda nimadir qilib turish kerak, chunki vaqtni o'zi juda ham chegaralangan. Shu ba'zida holi shunaqa narsa ham bo'lgan, uxlayotganimda ham dars qilgan kunlarim, tushimda dars qilayotganim ham kirgan anaqa bo'lganda. Chunki bu yerda shunaqa tushib qolasizda. O'zingiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, yurgan yo'lingizda ham kitob o'qishga, o'zingizni qanaqadir darsga bag'ishlab borishingiz mumkin-da. Shu endi o'qish uchun kelgansiz, o'sha fanni yopishingiz kerak, o'sha imtihonga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak, bu vaqt talab qiladi, o'sha kitobni, adabiyotni o'qib olish kerak. Harakat qilsa hammasini eplasa bo'ladi. Demak, imtihonlarni, assignmentlarni, shu topshiriqlarni bosimi to'xtamaslik kerak deydi-da. Shuni bosib bu narsa biladi, mana shu procrastination degan narsa bor, bilasiz? Ya'ni bosim. Albatta bor. Hozir ham bosim bor. Hali misol uchun hozir menda ta'til, break, lekin shu o'qish boshlanmasdan turib, o'zi bilyapman. O'zi birinchi semestr tugar, hozir endi yana ikkinchi semestr boshlanishi mumkin. O'sha ikkinchi semestr boshlanayotgan xuddi birinchi semestr boshlanayotgandek tuyulyapti-da menga. Yana qaytadan bilmaysiz, yangi fan o'qitiladi, yangi professor, yangicha vazifalar. Ular o'zi albatta o'qish, tayyorgarlik vaqt talab etadi. Xo'p, Shahzod, oxirgi qismimizga keldik, ya'ni oxirgi mavzu aynan top universitetda o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga tavsiyalar berasiz. Shundan keyin suhbatni yakunlaymiz. Tavsiyalardan keyin. Albatta, mana bu bilaman, O'zbekistonda juda ham ko'p yoshlar, ayniqsa ingliz tilini o'qiyotgan talabalar chetda o'qishni orzu qiladi. Men maslahat beraman, albatta imkoni bor hammada. Shu top universitetda o'qimoqchi bo'lganingiz o'sha
kelishdan oldin maqsadni to'g'ri qilib kelish kerak deb aytmoqchiman. Ya'ni o'sha kelgandan keyin o'sha faqat o'qish bilan band bo'lib, ya'ni Hmm. ko'proq bu yoqda O'zbekistonda turib ko'proq dars qilgan talaba bu yoqdan kelib o'sha darsni davom ettirish kerakda. Bu yoqqa kelib bunaqa dam olaman degan ma'noda kelmaslik kerak, faqat o'qiyman degan ma'noda kelish kerakda. Men o'ylayman ko'pchilik bu yoqqa borib maza qilaman, masalar qilaman. Yo'q, bu yoqda unaqa naborat vaqtingiz 2 barobar cheklangan bo'ladi. Kuningiz juda ham tez o'tib ketib qoladi-da. Hmm. Ya'ni ozroq o'sha narsaga tayyorgarlik bo'lish kerak ham ruhiy jihatdan. Ya'ni siz bu yerda o'zbek tilida boshqa muloqot qilmaysiz, faqat ingliz tilida atmosfera. Shunaqa o'zingiz tilingiz sog'ingan kunlar ham bo'ladi. Shunaqa ba'zida qiyinchiliklar, misol uchun, kuningiz yomon o'tishi ham mumkin. Manda ham o'sha kunlarda ham iloji boricha sabrli bo'lib, agar shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, kimdir o'rtog'ingiz bilan yoki oilangiz bilan gaplashib aytishingiz kerak bu muammoni ochiqchasiga. Maslahat so'rash kerak o'zidan katta talabalardan uyalmay. Hmm. Harakat qilsa bo'ladi albatta. Nu, maslahat, tavsiya nima berishim mumkin? Umuman olib qaraganda, bu yoqqa kelganda shu o'qishga o'zini ya'ni o'qishga bag'ishlashga tayyorlanib kelish kerak. Endi bu yoqda o'sha o'qigan talabaga juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Asosiysi ko'proq grantni bu yoqda o'zi borishdan oldin yutib ketish kerak. Ortiqcha bosim, Xuddi shunday. moliyaviy tarafdan ortiqcha bosim bo'lmasa, menimcha, Albatta. yengilroq bo'ladi. Xuddi shunday narsa. Ya'ni o'qishda kelishdan oldin o'zi o'qib kelgan bo'lish kerak edi shu narsani. Xo'p. Shu Shahzod, katta rahmat, javoblar uchun, vaqt ajratganingiz uchun. rahmat sizga ham A, Sanjar. Sizga ham shunaqa savollar berganingiz uchun juda ham zo'r bo'ldi. Anchadan beri o'zbek tilida muloqot qilmagan edim. Shu o'zbek tilida ham gaplashib turish albatta yaxshida. Misol uchun men eslayman, yo'lda qozoqlarni ko'rib, ular qozoqcha so'zlashayotganini eslab xursand bo'lganman-da. O'zbekcha so'zlab turish bu yaxshi. Faqat ingliz tilida suhbat, ingliz tilida muloqot bo'lgandan keyin tabiiyki ba'zida o'zbekcha so'zlarni topish esda muammo bo'lib qolar ekanda. Mana shunaqa gapirmoqchi bo'lyapman. O'zbekcha so'z esimga kelmayapti, qanaqa bo'lar edi. Ingliz tiliga tarjima qilib aytib yuborishingiz mumkin. Shunaqa narsa muammo bo'lib qolmasligi uchun kelajakda o'zbek tilida muloqot qilish yaxshi. a, Xudo xolasa, o'qishlarini yaxshi bitirib, o'zingiz o'ylagan niyatlarga yetib, kasbingizni mutaxassisi bo'lishingizni tilab qolaman. Endi agar yana savollar bo'lib qolsa, siz bilan yana bog'lanamiz, Xudo xolasa. Albatta, rahmat sizga ham Sanjar, kattakon rahmat siz shunaqa suhbatingiz uchun. Charchamang, ishlaringizga omad. Xo'p, Shahzod, rahmat. Sog' bo'ling.